Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Yapon shousiga xush kelibsiz. Bizda birinchi ishtirokchi o'yinni boshlamoqda. Xo'sh, qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bizning ishtirokchilarimiz bu eshiklardan ehtiyotkorlik bilan o'tishi va qarama-qarshi eshikka yetib olishlari mumkin. Lekin bu oson kechmaydigan ko'rinadi. Kuzatib turganingizdek. Chunki bizda ikkita yaxshigina to'siq bor. Birinchisi vampir va Drakula. Xo'sh, bu eshikdan kirmoqda va vampirning qo'liga ehtiyotkorsizlik bilan tushmoqda. Juda ham achinarli. Xo'sh, bizda keyingi ishtirokchi eshik bu tarafda. Ha, ajoyib. U eshikni ehtiyotkorlik bilan ochib atrofni kuzatmoqda. Xo'sh, vampir va Drakula ishtirokchilarni qadam tovushi va eshik g'achirlashidan tanib olishi mumkin. U ehtiyotkor harakat qilmoqda va Drakulani ko'rdi. Vampir va qo'lga tushdi. Juda ham ehtiyotkorsizlik. Biz uchun ishtirokchi. Bu juda ham qitmir ko'rinadi. Start va boshlandi. Ha, u eshiklarni ehtiyotkorlik bilan kuzatib chiqmoqda. Xo'sh, natija qanday bo'ladi? Drakula bor, qanday yo'l tutadi? Vaziyat keskin eshiklarni ochib bormoqda va chiqib ketdi. Ajoyib. Biz uchun ishtirokchi va u ham boshladi. Birinchi eshikni katta taxmin bilan ochmoqda. Xo'sh, bu ishtirokchimiz qanday yo'l tutadi? Eshikni taxminlar bilan ochib bormoqda va o'tib ketadimi? Ajoyib, bu ham o'tib ketdi. Yo'q asol. Xo'sh, bizning keyingi ishtirokchi bu suvoqchi va o'yin boshlandi. Birinchi eshikni xuddi avvalgi ishtirokchilar kabi taxmin bilan ochmoqda. Drakulani sezgan ko'rinadi. Xo'sh, qanday yo'l tutadi? Ha, bu Drakulani sezib qoldi va orqaga qaytdi. Eshiklar g'ijirlamoqda. Drakula chekinishga qaror qildi. Vampir uni hali sezmagan ko'rinadi. Ha, uni eshik tovushlari chalg'ityapti. Drakulaga qo'lga tushadimi? Yo'q, orqaga qaytdi. Ha, bu ancha ehtiyotkor ko'rinadi. Drakulani sezdi va kirsang, ajoyib. U qaytishga qaror qildi. Menimcha ular o'ljani yo'qotib qo'yishdi. Xo'sh, sizning taxminingiz qanday? O'tadimi yoki yo'qmi? Menimcha ularga kirishdan oldin qandaydir kalit so'zi berilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu shunchaki taxmin. Vampir joyidan qimirlamasdan kuzatyapti, lekin keskin vaziyat va u qochib ketishga muvaffaq bo'ldi. Ajoyib tarzda yakun. Bizga keyingi ishtirokchi va u ham boshladi. Uni kirishi bilanoq vampir va Drakula moral qilmoqda. Xo'sh, Drakula uni ushlamoqchi. Uni sezib oldi. Ajoyib, qaytishga qaror qildi. Drakula uni qayerdaligini bilib turibdi, lekin foydasi yo'q. Baribir uni ikkisi ham ushlab oldi. Ajoyib. Xo'sh, bizga keyingi ishtirokchi va u ham boshladi. Xo'sh, bu taxminmi yoki o'ziga bo'lgan ishonch, lekin aniq o'tib ketdi. Ajoyib. Bu ishtirokchimiz ham o'yinni boshladi. Eshiklar juda ham chalkashib yotibdi. Ular to'g'rilanmagan. Va u eshiklarni tartibga solmoqda. Qanday yo'l tutadi? Drakulani ko'rdi va orqaga qaytishga to'g'ri keldi. Vampir ushbu joyda yo'q. Ajoyib tarzda kalla suqmoqda va ular keskin harakat. Vampirni ushlaydimi? Yo'q, qaytdi. Video to'liq bo'lmagani uchun meni kechiring, lekin tugadi.